qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Inobatxon xo'jaya, omonmisiz? Rahmat. Onajonim, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Alhamdulillah. Rahmat. Yashang onajonim. Sizni bugun shukrona kuningiz bilan Yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari nomidan qolaversa siz bilan jonli efirda jonli suhbatni olib borayotgan Kamina boshlovchi Niloya bo'laman. Sizni bugun butun jamoa a'zolarimiz nomidan tavallud ayyomingiz bilan muborak etamiz. Rahmat. Azizsiz onajonim. Sog' bo'linglar. Ilohim azizsiz barchasiga. Sizni qadrlab, sizni e'zozlab, sizni sevib ardoqlagan mehribon insoningiz bor. Bugun bizga tabrik yo'llaganlar onajon. Sizni bugun erta tongdan qutlashimiz kerak edi. Onajonim, ming bor uzr so'raymiz. Bizdan ham doim ba'zi sabablar bo'ladi, ammo nima bo'lganda ham Allohning aytgan vaqtiga tabrigimiz amalga oshishi kerak ekan. Ayni daqiqalarga ushbu tabrik amalga oshishi nasib qildi va biz siz bilan ajoyib qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Azizsiz. Inshaalloh chiroyli tabriklarni yetkazishga shay turibman. Rozimisiz o'qib eshitirsam? Mayli. Onajonim, ovozingizga ko'z tegmasin, bor bo'ling hamisha. Chiroyli tabrikni qabul qilib olasiz. Aynan har bir misralari sizga atalgan. Qo'shiq hilol yuzlari zebo. Jonajonim mening jon opam. 18 ming olamda tanho onam kabi mehribon opam. Yelkasida ro'zg'or misli tog' bo'lsa hamki singlimdir har chog'. Meni o'ylar o'zidan ko'proq mehri daryo nurga kon opam. Har kun menga bo'lganingda zo'r, bo'lolmadim bir qilcha mador. Yo'rilaman ba misli anor, u ham mendek bag'ri qon opam. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mening jannat iforligim, mehribonim opajon. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz men uchun har doim mehr, g'amxo'rlik va sabr timsoli bo'lib kelgansiz. Yorug' chehrangiz, iliq so'zlaringiz bilan yuragimga doim taskin berasiz. Men sizdan juda ko'p narsani o'rganganman. Mehr berishni, toqat qilishni, yaqinlarga e'tiborli bo'lishni. Siz nafaqat ajoyib opa, balki chinakam inson sifatida ham doimo hurmat va e'tiborga loyiqsiz. Yangi yoshingiz hayotingizga quvonch, sog'lik, baraka va totuvlik olib kelsin. Orzu umidlaringizga Allohimning o'zi yetkazsin. Qalbingizda faqat tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Har kuni siz uchun iliq, totli va mazmunli o'tsin. Hech qachon xafa bo'lmang. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, opajonim. Doim yonimda bo'ling. Sog' salomat yuring deya chiroyli tabriklarini yakunlaganlar. Rahmat. Azizsiz albatta. Bugun sizni payg'ambar yoshingiz bilan qutlayotgan mehribon qaysi bir jigaringiz bo'lishi mumkin? Bilmadim endi. Qarindoshlar, jigarlar, nima aka, opa-singillar ko'p endi. Hammasini nomidan tabrik bergan kim bo'lsa ham rahmat. Albatta. Onajonim, barcha qarindoshlaringiz, albatta, barcha yaqinlaringiz, barcha jigaru, barcha sizni sevgan insonlar yaxshi ko'rishadi, buni bilamiz. Barchasi navdog'idasiz. Ammo bizga ushbu chiroyli tabrikni yo'llashga muvaffaq bo'lgan mehribon singlingiz Hidoyatxon opamiz bo'ladilar. Rahmat. Azizsiz. Albatta, ilohim. Aytganingiz kelsin. Albatta. Safarda turgan bo'lsalarda, necha kundan buyon jonlari ilhaq, opajonimni chiroyli tabrik qilib bering iltimos. Faqat erta tongdan qilib beringlar deganda, ammo buni imkoni bo'lmadi. Ammo bizga ayni daqiqalarni Allohim nasib etgan ekan, beadad shukronalik keltiramiz. Va ushbu chiroyli tabrikka qo'shiladilar jiyaningiz Abdulqayyum aka ham sizni chin dildan muborakbod etmoqda. Azizsiz. Inobatxon xo'jaya, ajoyib tabrigimiz sizga yoqdimi?
Rahmat, yaxshi, rahmat. Yashang. Tabiiyki, ular tabriklar, mana uzoq safar deganlarini, dili chiroyli izhorlarini menga yetkazibdilar. O'rtada vositasi sababchi bo'lib, ming rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Ilohim yuz el xizmatida hamma insonlarni chiroyli xursandchilik kunlarini dildiri, estirib, eslariga solib tabriklar, chiroyli nima deydi, mana efir olib borayotganlarga rahmat. Rahmat onajonim. Sog' bo'linglar. Albatta. Boringizga shukr. Ilohim. Mehribon singlingiz Hidoyatxon ayamizga ham chiroyli tilaklaringiz bormi biz orqali? Albatta rahmat. Sinimga ham rahmat. Sog' bo'lishsin. O'g'li bilan Abdukarimjon jiyanim bilan safarda ular hozir. Uzoq safarda bo'lib bizni eslabdi. Alloh ularni eslabdi, rozi bo'lsin. Rahmat, katta ishlar ilgari bo'lib. Allohim ham o'ylagan yaxshi niyatlar yetishib, yanada omon diydor ko'rishimizni Allohim o'zi nasib aylasin. Sog' bo'lishsin bizoyim. Aytganingizga onajonim. Hamisha opa-singillar o'rtadagi mehr-oqibat rishtalari ko'z tegmasin, bardavom bo'lsin. Qolaversa yana haj va umra ziyoratlarini barchangiz birgalikda ado etib kelishingiz tilakdoshimiz. Rahmat, ilohim niyatlaringizni yetkazing. Ilohim. Sog' bo'linglar, rahmat katta sizlarga ham, katta mehrat. Inshaalloh. Kelinglar oshga, mehmonga. Albatta, xonadoningizga ajoyib tashrifni Allohim bizga nasib aylasin. Siz bilan nafaqat 63 yoshingiz emas, balki 80, 90, 100 yoshlaringizda ham chiroyli tabriklarni yetkazish baxti bizga nasib aylasin. Rahmat, sog' bo'linglar, katta rahmat. Xo'p, bo'ladi onajonim. Siz kabi oq ko'ngil, sodda dil inson bilan bizni g'oyibona tanishtirgan Hidoyatxon ayamizga alohida tashakkurlar izhor etamiz. Qolaversa, shunday chiroyli kunga bizni g'oyibona bosada sherik qildilar. Biz sizni yana bir bor ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Hamisha sizni ardoqlagan insonlar qatorida bo'ling. Rahmat, Allohim rozi bo'lsin. Albatta. Sizlarga ham rahmat. Hidoyatxon filmimga jiyanim Abdukarimjonga katta rahmat. Hammamizga Allohim rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Yurtlarimiz tinch bo'lsin. Amin. Tinchlikda chiroyli tavallud kunlar hammamizni ko'ngillarimizga sig'adigan bo'lib doimo sog' omon yurib turishlarimiz Allohim o'zi nasib aylasin. Rahmat. Bo'ladi onajonim. Rahmat kattakon, omon bo'lasiz. Ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. Bo'ladi, sog' bo'ling, omon bo'ling onajonim. Bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Bo'ladi. Ayyomlar muborak bo'lsin yana bir bor. Bo'ladi, sog' bo'lasiz. Mayli. Yaqinimga tabrik kanalining ajoyib qo'ng'irog'i, mehribon, sodda dil, oq ko'ngil Inobatxon hoji ayamizga atalgan edi. Ushbu ajoyib tabrikni mehribon singillari Hidoyatxon opamiz yo'llamoqdalar. Biz ushbu insonga alohida tashakkurlar izhor etamiz. Aynan bizni kanalimiz orqali mehribon opajonisini qutlamoqdalar. Hamisha barchangiz ortadagi oqibat rishtalari bardavom bo'lib, o'ylagan, ko'zlagan va orzu qilgan niyat va maqsadlaringizga birgalikda erishib bo'ling. Sizlar bilan kanalni boshlovchi Niloya. Qolaversa bizning kanalimiz jamoa a'zolari bo'ldi. Omon bo'ling, sog' bo'ling.